ko'ngilsizliklar ham bo'lib turadi. Qarasa kuchuylardi magazindan zakaz tushdi ikkita dochkaga. Boryapman, menga 16 ta korobka beryapti. 16 ta, har biri 15 kilogrammdan. Shu yerda ozroq tortishuv, asabzarlik bo'ladi degsam. 16 ta korobka u anonga Largusga ham sig'maydigan tovarni menga beryapti-da, mayda mashinaga. Keyin Yandex admin qilmaydi, o'zimiz admin qilishimiz kerak. O'z admin qilgandan keyin bunday qilib qulflab qo'yadi. Blokировка qilib 1 soat 29 minutga bloklagan. Lekin zakaz berdi. Hamchi shu admin qilingan anonni ham rasmga tushirib tasham, prioritetani menimcha qaytarib bersa kerak. Adashmasam. Ko'ramiz. Zakazni oldik. Bilmayman nima ekanligini. Opamiz qidirib tashlab ketdi. Ko'ramiz. Rasmni tushirib olaylik. Rasmni tushiriladi. Xo'p, qayerga ketamiz? Qayerga? Korolevka qarab chiqamiz. Kakras mana shu Mitishiga bir do'stim borda. Zakonniy bichara qiladigan. Mana hozir yebicharni bosamiz. Summasi qancha bir milliy bir bo'ladi. Aytayot yebicharga yetadi.